Yaxshimisiz do'stlar? Men sizlarning 100 tuvan Xijiljon do'stinglar yandan bayan. Bugun sizlarga so'zlaydigan hikoyamiz bo'lsa, oshiqining quchug'ida o'ltirib, burunqi muhabbatini eslaydigan, odam chiqmagandek ich bilan shaparanga kuyib qolgan, kilometriya davriga baldir kirib olgan sodda qizvolning kechirmish tasvirlangan kino Gugum dik rivoyatning 2 bölümü Ay ko'rinib qoldi. Ay chiqdi. Bosh personaj Bella bir hang vaqt chiroy qiz bo'lib, mana bu yil naq 18 yoshga kirgan edi. Bellaning muhabbati erva, kesal chiroy yigit bo'lib, bu yil 109 yoshga kirgan qon sho'rg'ichi shaparang edi. Hozir bo'lsa, tabiatini o'zgartib, onar sharbati ichadigan bo'lib ketdi. Jinim, siz rostilla qon sho'rmamsiz? Unda emas, jinim. Sening qining bo'ladigan bo'lsa, yomon sho'rayman. Edward Bellaning tug'ilgan kunini o'zining uyida o'tkazib bermoqchi bo'ldi. Kech kirganda hammaylar bir yerda jam bo'ldi. Yotsa o'rinda, qopsa so'rinda kulmaydigan bu dibanchiroy Bella xijil bo'lmasdan xaq bergan so'g'larni bir-birlab ichishga boshlaydi. Hamda tuyuqsiz ehtiyotsizlikdan barmog'ini kesib oladi. Buni ko'rgan marojni bosh Jaza xuddi 1-2 oy xo'go yemagan qiz boladek Bellaga qarab etiladi. Qon ichchime. Jinim, bo'l, o'zingiz tutinglar. 5 kun taqir qilib turgan, 5 kun. Edward shunchalik chaqqonlik bilan Bellani tamg'i ishtirib, ustirib, bosh ko'zlarini qon qilib o'tadi. Mana, buni haqiqiy muhabbat deymiz-da. Bu zodi nemish? Edward nemishga meni ishtirib o'tadi? Balkim odatda kayningizdan ishtirib ko'nab qolgan bo'lishi mumkin, Jumo. Meningcha cho'qim boshqa sabab bor. Shaparang emasmi? Tushunsangiz bo'ladi. Ko'z ko'maydi, qallasi oddiy. Yo'q, meningcha u meni cho'qim bek yaxshi ko'rganlikdan ishtirib o'tdi. Ho'y, naning remotsiz ey. Ko'nglingizni dahshat yasaysiz ekan-ku. Edward Bellani izlab kelib, Bella o'rmonlikqa kirayli deydi. Bella bo'lsa, "Viyay bizang" deb qo'yib, kaynidan ekshib mangdi. Bella, "Ey duybuchi, vo ayni. Bu ish toza ahmidi. Sening okan mening bi, vo'liya buning zayichi." Siz nima demoqchi? Men ketarman, qolar bu olam. Mangulikka salg'on ketay maqsadingizni-da. Biz oila bo'yicha ketmoqchi bo'lyapmiz. Bu yerda bak uzun turib ketsak, bu yerning odamlariga cheqilib qo'ydigan o'xshaymiz. Uyay, bir cheqilib o'tana, o'tinay, bir cheqilib o'tana. Edward Bellaning yo'q deganiga unamay, bu bichora qizni qorong'u o'rmonlikning o'ttirsiga tashlab qo'yib, xuddi Xogoxonda Yisavatni qilmay qiz bolni tashlab qochib ketgandek, asta qochib ketdi. Mana bu haqiqiy muhabbat. Bichora qiz bola o'rmonlikda o'zini yuttirib qo'ydi. Dadisi bo'lsa, Bellani topolmay tit bo'lib o'tadi. Qanday qilamiz, hech şey yo'q. E'lon berib boqamdiq ya. Hozir hech kim televizor ko'rmasa, do'yindikki yandan bayonga e'lon bersak bo'ladi-ku. Unimi yaxshi, odami ko'p bor. Faqat bo'lmasa saloniga e'lon bersakmi yaxshi-ku. Abla, ajab ism kelmoqda, ham saloniga e'lon beraylikmi? Ularning gapi tek tugmay turibla, o'rmonlikning ichidan bir yalang'och odam Bellani ko'tarib asta minib chiqadi. Dadisi bo'lsa, "Sen nimishqa yalang'och, qizimga nima bo'ldi?" demayla, qo'lidan asta ko'targan peti uyga kirib oladi. Shu kundan boshlab Bella kallasidan rasmiy ketib qoladi. Kunda aroq ichib kayf qilib, KTV'larga berib o'kirib yig'lab turib, Finshow Quayloni aytadi. Bir kuni Bella xatarlik ish qilmoqchi bo'lganda, Edwardning simoyi xuddi normal torbatdagi nashoyon e'londek paydo bo'lganligini bayqab qoladi. Hamda o'zining cho'nqur seg'inishini ifodalash uchun ko'chadagi bir lo'kchakning belini quchoqlab, motosiga minib, haqiqiy chin muhabbatning qandoq bo'lganligini isbotlab berdi. Nima degan ulug' muhabbatlar, hey. Buningdan keyin yenimda bir qiz bolani ko'rib qolsanglar, hargizmi hayron qolmanglar. Balkim u qizmi o'zining burunqi muhabbatini eslayotgan bo'lishi mumkin. Nima degan bilan ko'nglim yaxshi bo'la emasmi? Beshini silaymanda. Avros, to'rsol siqayotganlar salonimizga kirib 9 raqamni bossangiz, sizga alohida xush xabar bormi? Yaxshimisiz do'stlar? Men sizlarning 100 tuvan Xijiljon do'stinglar yandan bayan. Necha kundan yoki xalqaro oliy janoblar birlashmasining a'zolari kaynidan meni izlab kelib, mashinangizni ostroq haydsangiz bo'pti-kan, uydagi cho'nglar bilan kichiklarning sal besh qiyvotidi deydi. Bu yerda men sizlardan cho'nqur kechirim so'rayman. Kechiringlar. Shu kichik balonlarga telefonni ep berib, do'yingni tushirib qo'ygan gunoh menda bo'lgandan keyin qat'iy xafa Shunglashqa, buningdan keyin men mashinamni to'xtatib, raketada uçmoqchi bo'lyapman. Okay, davomli kinorimizga qaytib kelaylik. Bella o'zining eski Lada mashinasini haydab, keyniga motorni besib, Yaqub Zapaschaqni izlab keladi. Yaxshimi Yaqubjon? Mavi motorim yaqinda yog'i sal shalaqshib kelyapti. Xafa olmay uyab-yerlarini ko'chlab boqamsiz? Albatta bo'ladi. Keling, birlikda ko'chlaylik. Masala bak ig'ir emas-ku, ha? Yo'q,
Fadungjining ichidagi iliq kirib chiqadigan iliq narsasi bor-ku, shu qurib ketibdi. Azroq mayli versak o'ngshidi. Аңсап sizda iliq shaparangdan ayrilib ketibdi deydi u. Shu ko'nglim bak yerim. Menga bir xil sodda hech qanday maqsad yo'q, bir xil bov kerakdi. Bo'pti, u yaxshi bo'lgani. Bundaq mezgillarda shaparangdan jiroq turgan yaxshi. Yaqindan yaqin mening ko'nglim toza yaxshi emas. Kunda kechda qor besyotidi. Men bilan aralashib ko'ramsiz ya. O'zim qor bo'lganim bilan faqat odam bosmayman. Tovadan afkam, siz texi 16 yosh. Kichik to'yingizga tushgan pullarni texi xashlab bo'lmagansiz? Hammasini opam yelib olgan, cho'ng o'g'anda bermadi. Motosi o'ngshalgan billa mayni kuchab dasab, xuddi dadisining silib qo'ygan yo'li bordek itilib chiqib ketdi. Hamda udul berib toshqa usib bosh ko'zini qon qilib etdi. Nim bo'lyapsiz xanim? Nega g'ildiraytdingiz? Yamarajoning iniq manganmi? Yaqub qattiq xapalaydi. Hamda maykisini silib, qinini surtib qo'ydi. Yaqubjonning Fransiya bo'lkisidek qamlashgan muskullarini ko'rgan billa Yaqubjonni qaytadan tunigandek bo'ladi. Siz demishqa menga bunchalik kuyinsiz. Chunki bu bir layoqatlik zaposchaqning qilishga tegishli majburiyatida. Bu gapdan ta'sirlangan billa Yaqub zaposchaqni kino ko'rishga taklif qildi. Yaqub fursatni ching tutib billaga taklif qo'ydi. Lekin billa bo'lsa, sizning chechingiz belingizga kelib qopti, sizni olamtim sizga tegamtim deb rad qilib o'tdi. Qat'iy niyat kelgan Yaqubjon kechini kesib o'tdi. Endi shoy bo'psiz. Qaytadan danga iliq gapingizni endi o'ylashib baqay. Endi uxlab tush ko'ribsiz. Chechenni qisqartib ahlim uzun bo'ldi. Kelmasga ketdi bu ganjo. Bugundan boshlab men sana Yaqub zaposchaq billarni tashlab qo'yib ketib qoladi. Bechora billa yana qisib o'tirmay o'rmonlikqa kirib oladi. Quyuqsiz uning oldiga bir tuhisib ketgan Jangyo budulkisidan bir uchraydi. "Oy billa, Sen zodi kim? Men qon sho'rg'ichi Alvasti. Edward zodi nada? Tez et bo'lmasa, men seni sho'rab maxtumsizlarda qilib etaman." Qattiq qo'rqib ketgan billa besimga bardoshlik bermay oxiri ig'iz ochdi. Meytonringizni nereden aldınız? Nimda chiroyli. Darg'azabga kelgan Alvasti qo'lini ko'tarib kaçtigi ashi changli salay deb turishiga o'rmonlikning ichidan tuyuqsiz 3-4 xashichi chiqib Alvastini qo'g'lib etdi. Bu ishdan ajablangan billa Yaqubni izlab bormoqchi bo'ldi. Yaqubjonning uy ishlarini qilib charchab ketganligini ko'rib ish chaqirtgan billa oksining kaçtigi changli saldi. Uyning kichigi, ishning kichigi deb shunchilikmi bo'za qilgan bormi? İştening kuchiga olmay nima bu? Hoy, yomon qildingiz-da, billa. Va tez keting, ey, mav sarang uydan chiqmag'ili shikoyat bo'ldi. Ish to'p ketdi, ey, ma ishit. Billa oldidagi bu ishni qarab qattiq cho'chib ketdi. Hamda Yaqubga qarab yuguraydi. Voy Yaqub! Voy Yaqub! Yaqubjon o'qdek yugurib chiqib, yangi olgan kiyimlarini shitib tashlab, shundoq bir o'zgardiki, ishlar ichidagi Wang shohi Danshungo'ga o'zgardi. Ikki ishni o'zi uchun urushga silib qo'ygan billa ikki yalang'och yigit bilan ularning uyiga bormoqchi bo'ldi. Bu kim bo'lib ketdi? Iliq shaparangning muhabdi. Yaxshimisiz shaparang qiz? Yaxshimi ishning kuchigi? Meni tartinmay ishning xotini davring. Men mushlarning orasida birsiga tekkan, qaysiga tekkanim esimda qolmabdi qarang. Bu chaqda Yaqub zaposchaq sirtdan osta mengib kirdi. Hamda billani talog'i ochib, haqiqiy ahvolni tushundirdi. Amaliyotda ular bo'ri odam bo'lib, uzun yillardan yoki o'rmonlikning tinchligini qo'g'dab kelyotdi. Hamda shaparanglar bilan qat'iy chiqish olmaydi. Yig'ib aytganda, biz mushu o'rmonlikni qo'g'daydigan Wang-Wangdoy bo'lamiz. Ha, endi tushundim. Siz meni qo'g'daydigan bir ishdan, ha? Shundoq deb tushunsangizmi bo'ladi? Sizlar odatda bir-biringlarni purab o'ynamsizlar. Bir-biringlarning tartini puraydigan ish bormi? Yo'q, siz xato tushundingiz. Biz xil madaniyatli ishlar. Ha. Emas tozliq uyga kirganda bir putingizni ko'tarib olamsiz. Ey, men nima da'vatman, siz nima da'vatsiz? Mening demoqchi bo'lganim, muhabbat degan bir cho'nqur dengiz. Siz ichiga cho'nqur cho'kkanda ondan kimning sizni haqiqiy yaxshi ko'rdiganligini bila olaysiz. Ha. Aslida cho'nqur cho'kish kerak ekanda. Yaqubning gapini xato tushungan billa cho'nqur cho'kish uchun dengizga o'zini otdi. Yaqub zaposchaq o'zining haqiqiy zaposchaqlik rolini joriy qildirish uchun billani yana qutqizib oldi. Ey jinim billa, nim bo'layapsiz? Gap tushunamsiz, tushunmamsiz? Men tangni jiqishib olmagan bo'g'aytingiz. Men faqat suv o'ynay deb sakrab boqqan. Ey, bu yerda suv o'ynigicha uyga qaytib turibingizni o'ynang. Yaqub, qaytib kel. Opam seni go'mishlar bilan o'ynamsin deydi o. Oq ko'ngil Yaqub billani uyga opirib qo'ydi. Billa uyga kirish bilan ko'z oldida Edwardning singlisi Alice'ni uchirtib qoldi. Tova, Billa, siz o'lmabsiz-ku.
siz polo yegini kelganmi? Yo'q, mening demoqchi bo'lganim, men sizni suvga sakrayotganingizni aniq ko'rgandim. Oy, nima deydigansiz? Men juboqanda qilmagan ya. Men shundoq kelgusida bo'ldigan ishlarni ko'ralaydigan yomon xotin da. Bir adash, sen bir xil ish buraysan-ku. U pirmidi, men piravatime. Bir lalni ishitmen sütemgicha ayvallarchi ush. Oy, siz xaparang. Tuxumdan chiqqandek gapilsiz-ku. Billar, Edward sening dardingda ishqiy proqi bo'lib o'lib bo'lyapti. Biyey, amsi men hozirla boray yeniga. Bu xabarni olgan Billa darhol yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Meni tashlab ketmang. Men sizni yaxshi ko'rman-ku. Yoqubjon, siz saqlab turing. Men berib, u meni jujuya qilib etsa, qaytib kelib yana sizni izlayman. Billa Aliz bilan Edwardni izdigini bordi. Maydonning o'ttirda ottaqqa qaqinayotgan Edwardni ko'rgan Billa yugurib berib quchoqlab oldi. U ahmaq. Nimishki bunda qilasiz? Fang shay shong surmay taloqqa chiqsangiz, teringiz kuyikka qanday qilasiz? Jinim, terimning kuyikidan yurikimning kuyiki yomon. Edward Billani ilib birlikda o'zining boshlig'i bilan ko'rishdi. Shaparanglar guruhining boshlig'i Arif bu muhabbatga qattiq qarshi turdi. Sen uning bilan muhabbatlashsang bo'lmaydi. Bu odam sening yemakliking. Sen qachon odamlarning lag'man bilan muhabbatlashganini ko'rgan? Edward bu hukmga qoyil bo'lmaydi. Hamda nochilik qilmoqchi bo'ladi. Bu andin ikki qachot yeb yuzidagi findilari tushib ketgandan keyin shu zamon miyovli bo'ladi. Bu chog'da Billa o'zining uni haqiqiy yaxshi ko'rdiganligini, uning uchun o'lishga rozi ekanligini aytadi. Hamda o'zining shaparanga o'zgarishga rozi ekanligini so'zlaydi. Shaparanglar boshlig'i Arif bo'lsa, hozirgi jamiyat ko'rmagan bu shumlar nimani o'ylaydigan tong yo'qilisha menga deb ketkizitdi. Edward Billani shaparanga o'zgartish uchun ilib mangan yo'lda to'satdan Yaqub Zapaschaq mashinaning oldini to'raydi. Gapni qiling. Bugun menga turamsiz yo uningmi? Jinim Yaqubjon, men sizni yaxshi ko'raman. Chin qalbimdan yaxshi ko'raman. Lekin men uni yaxshi ko'raman. Chin qalbimdan yaxshi ko'raman. Shunglashqa siz meni yaxshi ko'rgandan keyin mening yaxshi ko'rgan narsamni cho'qim yaxshi ko'rishingiz kerak. Undaq shaxsiyatchilik qilmang. Mening pok suygimni hammanglarga tava. Chunki men pok suygimni qo'yib etdim havoga. Terib olsun suygi izlab yurganlar. Bo'ldi bas. Men bildim. Endi Yaqub Zapaschaq kelmasga ketdi. Men ishdamas, balki bo'ra isib sanga qilgan aqidam. Uningdan keyin yana seni seg'indigan bo'lsam, ish bo'lib ketay. Yaqub kayniga burilib, hav deb qo'yib ketib qoladi. Billa nimishqa Edwardni tanlaydi. Filmning inchkalariga diqqat qiladigan bo'lsak, Edwardning oilasi bir cho'ng jamoat bo'lib, necha yerda zimini bor, qo'ngda mashinasi bor. Yaqub bo'lsa, Saratga bir eski uyi qota traktori bilan kiyim olgudek puli yo'q akalardan boshqa hech nimasi yo'q edi. Bizning Billa mushundaq ishlarga diqqat qiladigan qiz bo'lami? Yo'q, eng muhimi shuki, shaparanglar bilan to'y qilsa, uzun umr ko'rishdan boshqa mangu go'zal ruxsatni saqlab qola oladi. Ha, nima degan ulug' muhabbat bu? Mana bu haqiqiy chin sevgi-da. Shuning bilan bu kinorimizni oxirlashdi. Alohida eskartish. Yigitlar, muhabbatinglar mush kinoni birga ko'rimiz deb qolsa, qechinglar. Darhol qechinglar. Oldi kayninglarga qaramay, ishdan nima ko'tamay qechinglar.